Salom do'stlar, bugun sizlar bilan open case qilamiz. Case'larimiz FIFA tomonidan berilgan web kameralar, quloqchinlar va tank olti mikrofoni. Hammasini bugun ochib ko'ramiz. Let's go. Birinchi o'rinda bizda tank olti mikrofoni. Haqiqatan ham tankday baquvvatmikan? Sinab ko'ramiz. Dahshat, mikrofon gap so'z bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham tankday og'ir mikrofon ekan. Og'irligini ko'rsanglar bo'ldi. Vashshi, ichidan nimalar chiqyapti? Ichidan xullas kronshtaynga qotiradigan, keyin o'zini shnuri. Shnuri ham menimcha normalniy uzunlikda bo'lsa kerak. Opa, dahshat. Shnurga gap yo'q. Keyin FIFA endi menga yoqadigan eng zo'r narsasi himoyasi bo'ladi. Bolalar himoyalab jo'natadi bizga. Qog'ozi bizga kerak emas. Mikrofonni yaqindan ko'rishingiz mumkin. O'zini shaxsiy ovoz sozlamalari bor, bemalol ishlatsanglar bo'ladi bolalar. Aynan sizlar uchun mos. Sizlar bilan mikrofonning ovozini tekshirib ko'ramiz. Xullas, bu menga sovg'a qilishgan mikrofon. Aytadigan bo'lsam, nargindan anchagina yaxshi, sifatli, keyin menga yoqyapti vid jihatidan ham o'ylab qarasak. Xo'p, mikrofonning ovozini qanday eshitib ko'ramiz, test qilib ko'ramiz. Orqanda ventilyator g'ing'illab turibdi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, agar eshitilmayotgan bo'lsa, mikrofon shunchalik zo'r. Men eshitib ko'rdim, lekin mikrofon orqada shovqinlar umuman yozib bermoqda. Lekin anchagina og'ir, sizlarga aytadigan bo'lsam, og'ir, baquvvat, anchaga chidab beradi deb o'ylayman. Agar yangi boshlayotgan yoki professionallar bo'lsa, bemalol sotib olishingiz mumkin. Juda ham ajoyib. Videoga vashshi gap yo'q. Men buni XLR kabel orqali ulaganman, lekin buni adashmasam o'zini shnurlari bor. O'sha shnur orqali ham ulasanglar bo'ladi. Ham nastroyka qilib tursanglar ham bo'ladi, xohlagan payt. To'g'rimi? Sizlarga qanaqa ovozim eshitilyapti? Birdan 10 gacha baholab ketamiz. Mikrofon nesdan chiqmasin. Bizda keyingi case quloqchin ham ajoyib. H13 yangi chiqqan quloqchinlardan. Xo'p, buni korobkasi qanchalik baquvvat ekan, sinab ko'ramiz. Yaxshi, ichidan mikrofonlar chiqdi. Bu normal. Okey, bizda quloqchin H13 quloqchinlari ko'rishingiz mumkin. Quloqchin anchagina baquvvat, tepalari ajoyib. Dizayniga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa qulog'ingizga o'ta qulay turadi. Xo'p, ichidan nimalar chiqadi? Ichidan chiqadigan narsalari, bu korobkalar kerak emas bizga. Eng muhim narsasi buni mikrofoni. Mikrofoni alohida olinadi. Eng zo'r qulaylik deb o'ylayman buni. Xo'p, mikrofonini xohlagan paytingizda qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol o'yinlar uchun mo'ljallangan mikrofon. Bundan tashqari ichida o'zini ovoz nastroykalari bor. Anchagina qulay bunday nastroykalar va kitobchasi. Kitobcha bizga kerak emas har doimgidek. Yaqindan ko'rishingiz mumkin. Quloqchinimizning ustki ko'rinishi ajoyib. Aynan sizlar uchun mo'ljallangan bolalar. Bizda keyingi case'imiz, ya'ni web kamera. Web kamera 4K yozadigan ajoyib web kamera kelgan deb eshitdim bizga. Okey. Kattaligini qaranglar buni. Narigi web kameramdan ko'ra ancha yaxshiroq o'xshayapti. Sifatini ham o'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Agar ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'rishingiz mumkin bolalar. Web kameramiz ichidan yana nimalar chiqadi? Web kameramiz ichidan o'zini shaxsiy oyoqchalari, bu bizga kerak emas menimcha oyoqchalar, chunki men buni monitorga qotirish uchun mo'ljallaganman. Xo'p, boshqa hech narsa chiqmadi. Korobkasi bizga umuman kerak emas. O'zini qo'llanish yo'riqnomalari, lekin buni yirtishni maslahat bermayman. Juda kerakli narsalar bor ichida. Bundan tashqari web kameraga ham bitta baho beramiz. Web kamera qanchalik sizlarga yoqdi? Menga juda ham yoqdi. 4K sifatida yozadi web kamera. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, orqa tomondan ham anchagina tiniq, yaqinlashtirganda ham fokus ushlash jihati ham anchagina zo'r ekan. Narigi web kameramdan juda farq qiladi. Agar sizlarga ham yoqsa, bemalol sotib olishingiz mumkin. Sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zingizlar ko'rib turibsizlar yoki o'tgan videoda ham polni mash kamerada yozib olingan do'stlar. Web kameralar chetga olib turamiz. Bizda keyingi narsa bu adashmasam telefonni kompyuterga ulab beradigan vosita. Okey, buning ichidan qanaqa bu ko'rinishda chiqadi? Men buni hali ko'rganim yo'q. Menimcha niya 5 ni chiqsa kerak deb o'ylayaptim-da. Men o'ylagan narsa chiqqanga o'xshayapti. Bu bizga telefonni kompyuterga ulashga yordam beradi. Yo bo'lmasam o'zingizlar PlayStation'inglarni kompyuterga ulab OBS da stream qilish uchun aynan zo'r narsa. Xo'p, buning ichidan qo'shimcha narsalar chiqishi kerak. Okey, nimalar chiqadi ichidan? Xo'p, ulaydigani bu orqali kompyuterga ulashingiz mumkin va o'zingizlar boshqa kabellar orqali telefoningizga mos kabel orqali ulashingiz kerak.
bizda so'nggi keys, menga juda ham kerakli bo'lgan narsa. Masofadan ulanadigan mini mikrofon. Okey, buni ham ochib ko'ramiz. Voy, ichidan dahshat narsa chiqdi-ku. O'zining shaxsiy qutichasi bor ekan ichida, ko'tarib yurishinglar uchun. Xo'p, buning ichida nimalar bor? Wow, ichida anchagina kerakli narsalar. Xo'p, buning ichida menimcha mikrofon bo'lsa kerak. Tak, shnurlari, bu shnurlar orqali telefoningizga yo bo'lmasam kamerangizga ulashinglar mumkin. Bundan tashqari, bu nimasi bilmayman, qanaqadir po'ponchik chiqib qoldi ichidan. Keyin qutisining ichini ochib ko'ramiz, bo'ldi. Ichidan bittagina mikrofon chiqdi. Nimaga bittagina mikrofon? Chunki sizlar video davomida bu mikrofonning sifatini o'zingizlar tekshirib ko'rdinglar. Boshdan. Mikrofonni sifatiga 1 dan 10 gacha baho berib qo'yinglar. Xo'p, po'ponchiga menimcha bunga joylashtiradi va o'zimizni shumimizni yo'qotish uchun mo'ljallangan. Okey, menga juda ham yoqdi. Albatta bu sovg'alar uchun FIFA'ga rahmat deb qolaman. Agar sizlar ham shunaqa sovg'alarni sotib olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi havola orqali kirib sotib olishinglar mumkin. Menimcha hozir anchagina chegirmaga tushgan. Tezroq sotib olinglar, bolalar.